Shu yerda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Surxon sendvich korxonasining bazalt mahsulotlarini ishlab chiqarish liniyasi faoliyati bilan ham tanishdi. Jarayonda loyihaning aniq iqtisodiy va strategik parametrlari ochiq ko'rinadi. Bu yerda har bir raqam hisoblangan qaror. Jahon bozorida bazalt tolasiga talab so'nggi 8 yilda 3 baravar oshgan. Bozor hajmi 2030-yilga borib $1 milliard oshishi kutilyapti. Yevropa Ittifoqi, Xitoy, Turkiya, Janubiy Koreya bazalt tolasini metall va shisha tolaning o'rnini bosuvchi ekologik material sifatida faol qo'llayapti. Kundan kunga qurilishlar ko'lami o'sib borayotgan O'zbekiston uchun ham mahsulot muhim. Mamlakatimizning barcha hududlarida keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirilyapti. So'nggi yillarda har bir yirik loyiha va infratuzilma obyektlarida energiya tejamkorligi ustuvor vazifa sifatida belgilanmoqda. Shu bois bazalt xomashyosi va undan tayyorlanadigan energiya samarador plita hamda qurilish materiallariga talab ortib boryapti. Dunyo qurilish sanoati bugun bunyod bo'layotgan har 10 ta energiya samarador binoning 7 tasida bazalt asosidagi izolyatsiya materiallari ishlatilyapti. Bazalt tolasi so'nggi 10 yilda ehtiyoj eng tez o'sib borayotgan qurilish materiallaridan biri. Endi u Surxondaryoning Termiz tumanida ham ishlab chiqariladi. Loyiha bundan 2 yil oldin tashkillashtirilgan. Ishga tushish davri 2025-yil dekabrda ishga tushirdik zavodni. Hozirgi kunga 200 nafardan ortiq ishchi bilan ta'minlangan. Jarayonlar juda ham zo'r. Yurtboshimizga rahmat deymiz. Sababi biz ishlab chiqaradigan mahsulotning nomi bazalt, ya'ni bazalt asosidagi issiqlik izolyatsiya mahsuloti. Bu juda ham xalqqa kerakli bo'ladigan mahsulot. Sababi qishda issiq, yozda salqin, termiz vazifasini bajarib beradi. Elektr energiya sarfini masalan 40% gacha ham kamaytirib beradi. Bu o'ylashim bo'yicha O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo bo'yicha kerakli bo'ladigan mahsulot. Hozirgi kunga kelib mana har bitta viloyatlarda bazalt zavodlar ochilyapti. Bunga ehtiyoj bor. Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, ya'ni voha bo'yicha Surxondaryoda ta'minotchi. Kunlik 100-120 tonna bazalt mahsulotini ishlab chiqaramiz. Korxona qiymati $26 million tashkil etadi. Loyiha doirasida yiliga 30 ming tonna bazalt xomashyosini qayta ishlash quvvati yaratilgan. Bu 345 milliard so'mlik tayyor mahsulot ishlab chiqarish imkonini beradi. Mana zavodlar ishlayapti, texnologiya o'zlashtirildi, mahsulot bozorga chiqyapti, ammo soha bugun ishchi holatda. Talab oshyapti, endi takomil kerak dedi prezidentimiz. Bu g'oya yo'nalishda ilmiy institut joriy etish tashabbusi bilan bog'landi shu yerda. Ya'ni qurilish materiallari sohasi O'zbekistonda endilikda o'rganish emas, ilmiy tizimli rivojlanish bosqichiga o'tadi. 10 yillar desam adashmayman. Tadbirkorlikka berilgan e'tibor yoki bizning shu janubiy sarhadlarimizga berilgan e'tibor yurtboshimiz tarafdan ham shu tadbirkorlarga ham bu hududni rivojlantirish bo'yicha katta ta'sirli bo'ldi. Buning uchun bizdan investorlar kirib kela boshladi. Hozir mana shu uskunalarimiz hammasi Xitoy Xalq Respublikasidan olib kelingan. Mahmud aka, hozir shu eshitdimki, mana shu zavodda xitoyliklarning o'zi ham kelib ishlaydi debdi. Oldin bu Termiz hududiga, bu yoq tomonga xitoyliklar tugul qo'shni tumandan ham kirish muammo bo'lgan. Xuddi shunday. Hozirgi kunda mana qo'shnimiz Afg'oniston Respublikasidan ham kelib turib 1 oylik vizasiz bemalol kelib ketishlar tashkil etgan. Tojikiston va qo'shni Turkmanistonlardan ham hozir bu sharoitlar ochildi. Xitoydan bizda kelishdi, Turkiya, boshqa davlatlar, Pokistondan kelishdi. Zavodimizni qurishda, o'shani ishga qo'yishda so'nggi rusumdagi texnologiyalar bo'lib bu, shularni bizda ishchi xodimlarimizni o'qitishdi, malakasini oshirishdi. Biz oliy ta'limdagi o'zimizni viloyatimizda bo'lgan o'quv yurtlari bilan shartnomalar tuzyapmiz. O'zimizga kerakli mutaxassislar tayyorlab berishyapti. Hozir bu yoshlarimiz bundan xursand. O'zimizni qora ko'zli ishlaydi deyshayapti. Xuddi shunaqa. Bazalt xomashyosining 95% Surxondaryoning Oltinsoy tumani konlarida. Bu struktura ko'rsatyaptiki, bu yerda importga qaramlik minimal, valyuta chiqimi cheklangan, mahalliy sanoat zanjiri to'liq ishlayapti. Global qiyosni oladigan bo'lsak, rivojlanayotgan davlatlar uchun 70% mahalliylashtirish yaxshi ko'rsatkich sanaladi. Loyihada esa bu raqam 95% ga teng. Davlatimiz rahbari ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanishar ekan, mahsulotlar sifatini yanada oshirish, eksport yo'nalishlarini rivojlantirish muhimligini ta'kidladi. Yana bir muhim faktorni aytib o'tishim kerak. Loyihani Afg'oniston chegarasida Termiz xalqaro savdo markazida joylashgani bu hal qiluvchi muhim omil. Zotan qurilish sanoatida logistika ulushi 25-30% tashkil qiladi. Agar chegara yaqin bo'lsa, bu xarajatlar o'z-o'zidan 15-20% ga kamayadi degan. Bu yerda esa ko'rib turibsiz, shunday mahsulot chiqadi, darvozadan narida tashqi bozorga yo'l. Bu o'z-o'zidan savdoni tezlashtiradi. Demak, hurmatli prezidentimizning 2024-yil davomida
viloyatlarni, hududlarni sanoat loyihalarini rivojlantirish bo'yicha taqdimot o'tkazilganda hurmatli prezidentimiz tomonidan Surxondaryo viloyatida sanoat loyihalarini amalga oshirish bo'yicha alohida topshiriq berilgan. Shundan kelib chiqib bu loyiha 2024-yilda loyihalash boshlandi va bankimiz tomonidan 10 million dollar kredit mablag'i ajratildi. Bundan tashqari mahalliy investor tomonidan 15 million dollar miqdorida investitsiya qilib, jami loyiha 25 million dollarga amalga oshirildi. Bu loyihaning muhimligi shu bazalt xomashyosidan issiqlik saqlovchi materiallarni ishlab chiqarishga bo'lgan talab qo'shni davlatlarga eksport qilish juda ham yuqori. Sababi geografik joylashuv nuqtai nazaridan qo'shni davlatlarimizga juda yaqin. Masalan, Afg'onistonga yoki Tojikistonga bugungi kunda bu bozorlarda juda katta imkoniyat bor. Ya'ni bu bozorlarda juda katta qurilishlar endi rivojlana boshlayapti va amalga oshirish boshlanyapti. Xususan bu mahsulotlarni Afg'onistonga eksport qilishimizda, Tojikistonga eksport qilishimizda juda katta bizga bozor bo'ladi. Bundan tashqari bu ishlab chiqarilayotgan issiqlik saqlovchi materiallari ishlab chiqarish hajmi nuqtai nazaridan Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining talabini, ichki talabini to'liq qoplaydi. Bu yana o'zingiz bilasiz, bugungi kunda ko'p qavatli uylarning qurilishida fasad qismlari, bundan tashqari mahalliy kichik uylarning qurilishida ham fasad qismlarini qilish orqali uylarga energiya tejamkorlik erishishga juda katta imkon beradi. Men o'ylayman, bu yil bu korxona Afg'oniston bozorining o'ziga kamida 5-7 million dollar eksport qilish salohiyati bor. Mahsulotlar esa ichki bozor bilan birga Tojikiston va Afg'onistonga eksport qilinyapti. Oldinda bundanda kattaroq rejalar bor. Davlatimiz rahbari shu yerda viloyatning qurilish materiallari sanoati sohasini rivojlantirish borasidagi loyihalar taqdimoti bilan ham tanishdi. Prezidentimizning Surxondaryo viloyatiga amalga oshirgan tashrifi yakuniga yetdi.